Tayyorgarligingizni ko'ravering. Zokir aka, Boshlaymizmi yo'qmi? Boshlaymiz-ku, qanday boshlaymiz aka? Ha, erta tongda qanaqa boshlaymiz? Samimiy obrazga kirmay gapiring. Men sizga aytdim-ki, biron bir yangilik bilan boshlaylik. Avvalgilariga o'xshamagan bo'lsin degandim. Hayajonlansam samimiylik qochib ketadi-da. Mana men Dilshodga aytdim. Dilshod, bugun siz yangi obrazda chiqasiz deb yelkalariga hattoki matolar ham tashadim. Chiqadi. Qaysi obrazga chiqish kerak? Superman bo'lib chiqdi. Siz nima? Siz Batman bo'lasiz unda. Yo'q, men o'rgimchak odam, Zokir akam Batman. Men siz egangiz bo'laman. Superman bo'lsangiz bo'lardi. Super tabib bo'lgansiz. Superman nima u? Bo'lardingiz. Mayli. Rozi bo'lganingda Ha, keyingi safar Superman bo'ladi bo'lmasa, o'zingiz qaraysiz. Xo'p, hozircha shu oddiy boshlab turaylik. Qaysi tomonga qarab gapirsam? Assalomu alaykum. Sherchoyning doimiy va ashaddiy muxlislari. Sherchoy yana xizmatingizda. Mana biz bugun Anvarjon Salimov, Dilshod Kattabekov juda ham hazil huzullar bilan olib borishga harakat qilamiz. Sizlar ham tushunishga harakat qilinglar. Qani marhamat. Assalomu alaykum qadrdonlar. Sherchoyning muxlislari, erta tongdan hammangiz dasturxon atrofida oila bilan to'plangan bo'lsangiz, demak siz Sherchoyni ko'rayotgan bo'lasiz. Ajabmas, choynakka Sherchoyi damlab olib, qandlarni solib, sho'pirib ichib o'tirishgan bo'lsa. Albatta, albatta. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Payshanba tongi barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Bizdan uzoqlashmang. Sherchoy bilan mehrli tong dasturi boshlandi. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Birinchi qo'shiqdan boshlasak. Yo'q. Avval taom, ba'das kalom bilan mashoyixlar. Bo'ladi. Zokir aka, bugun mana shu oshxonamiz, dasturxonimizni bezaydigan insonni tanishtirmasak bo'lmaydi aka. Tanishtirmasangiz ham bo'ladi. Bu odamni men deyarli har kun efirda ko'ryapman. Har kun har xil chiroyli taomlar pishirib beryapti. Yana tomoshabinlarning ichida tanimaganlar uchun tanishtiramiz. Tomoshabinlar uchun tanishtirib o'tamiz. Oliy toifali oshpaz Shuhratjon Meliboyev. Qarsaklar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Hozir qarsak chalib qo'ydik. Taomni yegandan keyin nima qilamiz? O'sha payt chalishimizga agar og'iz bilan chaplatamiz. Salomatmiz, erta tong muborak bo'lsin. Shuhrat aka, bugun nima tayyorlab berasiz? Bugun yo'nalishimizda italyancha, fransuzcha yana bir aylanib kelamiz Yevropaga. Demak, dunyo taomlaridan tanovul qilamiz. Ozgina takoy alaga. Sizga Anvarjon xalaqit bermasligidan yana boshqa nima kerak? Ben xalaqit bermasin. Yo'q. Amaliyotga yordam bersam beraman. Albatta. Yordam kerak bo'lsa chaqiraverasiz. Mana